Bizga f at x funksiya quyidagicha berilgan. X 1 ga intilganda f at x funksiyaning limiti 2 ga teng ekanligini isbotlang. Funksiya limitining ta'rifiga ko'ra, agar a ning o'yilgan delta atrofidan olingan x larning f at x funksiyadagi qiymatlari katta a ning epsilon atrofida, ya'ni a minus epsilon a plus epsilon intervalda yotsa, katta a soni f at x funksiyaning limiti deyiladi. Dastlab bizga berilgan funksiya grafikini tasvirlab olamiz. Funksiyamiz berilishida x 1 dan katta bo'lganda funksiya x plus 1 ga teng. 1 da funksiya 1 taqsim 2 ga teng. X 1 dan kichik bo'lganda esa funksiyamiz x kvadrat plus 1 ga teng. Biz ushbu misolda ixtiyoriy epsilon musbat son uchun shunday delta musbat sonini topishimiz kerakki, 1 ning delta atrofidan olingan x larning funksiyadagi qiymatlari 2 ning epsilon atrofi, ya'ni 2 minus epsilon 2 plus epsilon intervalda joylashsin. Keling, epsilon 0.5 ga teng bo'lsin. Ya'ni 2 ning 0.5 atrofini 2 minus 0.5, 2 plus 0.5 intervalni qaraymiz. U holda deltani quyidagicha topamiz. F at x funksiya grafikining y barobar 2 minus epsilon va 2 plus epsilon to'g'ri chiziqlar bilan kesish nuqtalarining absissalarini aniqlaymiz. Bu nuqtalarni topish uchun x kvadrat plus 1 barobar 2 minus 0.5, x plus 1 barobar 2 plus 0.5 tenglamalarini yechamiz. Tenglamalardan x barobar 1,5, x barobar 1 taqsim ildizosi 2 va x barobar minus 1 taqsim ildizosi 2 yechimlarini topamiz. Bizga 1 ga yaqin nuqta kerak. Shu sababli x kvadrat plus 1 ni 2 plus 0.5 bilan kesishgan nuqtasini e'tiborga olishimiz shart emas. Bu yerda 1 ga yaqin 1 taqsim ildizosi 2 va 1.5 sonlari orasidagi masofaning eng kichigini delta sifatida olamiz. Bu ikkita masofaning eng kichigi iltizosida 2 minus 1 taqsim iltizosida 2 ga teng. Deltani iltizosida 2 minus 1 taqsim iltizosida 2 deb olsak, 1 ning chap atrofidan ham, o'ng atrofidan ham olingan x larning funksiyadagi qiymatlari 2 minus 0.5, 2 plus 0.5 intervalga tushadi. Agar biz 1 va 1.5 orasidagi masofani delta deb olsak, qaysidir x larning funksiyadagi qiymatlari 2 minus 0.5, 2 plus 0.5 intervalga tushmay qoladi. Masalan, x barobar 0.6 desak, f 0.6 bu 1.36 ga teng bo'ladi. Bu esa 2 minus 0.5, 2 plus 0.5 intervaldan tashqarida.